Suyimlik do'stlar, yaxshimisizlar? Radio to'lqinlarida yana uchrashdik. Men do'stinglar Subayda Tursun. Bugun radio oldidagi aziz do'stlarim bilan do'stlik haqida mo'nglashqim kelyapti. Qadrli do'stim, ba'zi kishilar bilan do'st bo'lganingiz umrlik ta'lingiz, buni unutib qolmang. Biz hayotimizda nurg'ulg'an kishilarni uchirtamiz. Ammo ko'p qism kishilar bizning hayotimizga yo'lovchi bo'lib qoladi. Aylanib yurib, eng oxirida yanimizda qoldigani ondan bizning umrlik do'stimizdir. Odam bilan odamni taqdir uchrashtiradi. Qalb bilan qalbni aloqa tutashtiradi. Do'st tutishda ehtiyojli bo'lgani son emas, balki sifat. Salobatlik, nazar doirasi keng, axloqi yaxshi odamlar bilan munosabat qilgandalar o'zini yuqori ko'targili bo'ldi albatta. Haqiqiy do'st har doim atrofida hamroh bo'lib turish emas, balki un-tinsiz ko'ngil bo'lishdir. Bir ig'iz samimiy salom, bir ig'iz kuchli ilhom berish kunlarning o'tishiga ergishib, bir xil uzun muddatli birdaklikni hosil qiladi. Haqiqiy do'st sizning tushkun paytingizdagi bir jup qo'l, azoblangan chog'dagi mo'ra, ma'yuslangandagi bir ig'iz tasalli bo'la oladi. Haqiqiy do'st un-tinsiz badal to'lasimu sizdan qilcha javob talab qilmaydi. Faqat sizning bag'anzir yaxshi bo'lishingizni orzu qiladi. Haqiqiy do'st sizning agri to'qayliqlardagi sabdishingiz, azob uqubatli chog'laringizdagi ishonchingiz bo'la oladi. Haqiqiy do'st yana sizning shalliq chog'laringizda ogohlantirish berib, mag'lub bo'lgandagi jasoratingiz bo'la oladi. Shundaq, haqiqiy do'st bir illiq quchoq, bir ilhom, bir ig'iz tasalli, ishonch, bir hamroh demakdir. Hayotlik yo'limizdagi bu safarda taqdir bizni nurg'un kishilar bilan uchrashtiradi. Ammo izchil bilan olg'a ilgarilaydiganlar kamdan-kam uchraydi. Qaraydigan bo'lsak, qanchalik yaxshi do'stlarimiz cho'ng-kichik ishlarning hammani deyishadigan holatdan deyishgidek gap yo'q holatga kelib qoldi. Bu hargizmi do'stlik mehrining o'chib qolganligidan emas, balki bo'ron chapqonga bardoshlik beramaganlikdandir. Shundaq, qanchalikimiz bu sinoqlarga bardoshlik berib, qo'lni qo'lga tutib birga mangaladik. Qanchalikimiz yarim yo'lda to'xtab qoldik. Bo'pti. Ketganlar ketaversin. Ularga yo'l beraylik. Yenimizda qolganlarga baxt tilaylik. Ularga hamroh bo'laylik. Meningcha bo'lganda odam hayotida o'zining munosabat doirasini bak cho'ng qilib berish hojatsiz. Faqat o'zi va bir qism kishilarni sig'dira olsa bo'ldi. Do'stning muhimligi uning oz-ko'pligida emas, tabiiy va o'z maylicha bo'lgani yaxshi. Ba'zilar jiroqdan ko'z tishga bo'ladi, ammo inchiklab tushunishga mos kelmaydi. Ba'zi so'zlarni deyishga bo'ladi, ammo tafsiliy tushuntirishga bo'lmaydi. Do'st o'zaro aloqa qilib asta-asta tushunish ilib borganda uzunga bora oladi. Hissiyotni asta-asta inchlik bilan his qilganda uning lazzatini tetiqilib bo'ladi. Do'st xuddi isil bir choyga o'xshash bo'lib, bizning asta-asta tetishimizga muhtoj. Aloqa xuddi suvga o'xshash suzuk bo'lishga muhtoj. Qadrli do'stim, shu esingizda bo'lsin. Aloqa va do'stlikni zo'rlashga bo'lmaydi. Do'stning hamrohligini qadrlash kerak. Shundala do'stlik uzunga bora oladi. Kishilik hayotda do'st odamni texmo baxtli qila oladi. Bir sirdosh tepilg'isiz, qalbdoshning tepilmaqi texmo tas. Oxirida suyimli do'stlarimga deydiganim shuki, bo'ron chapqonlar bizga haqiqiy hissiyotni his qildirsa, odatdagi oddiy turmush chin qalbni his qildiradi. Qadrlagandilar chin qalbga, tushunishni bilgandilar arzigidek do'stlikqa erishgili bo'ladi. Hayotlik yo'limizda biz bilan haqiqiy do'st bo'la oladigan kishilar ancha ko'p emas. Albatta chin ko'ngil bilan haqiqiy hissiyotdan haqiqiy do'stlikqa erishgili bo'ladi. Shunga qadrlashga tegishli bo'lganini qadrlaylik.
ega bo'lishga tegishli erish keraklarga erishaylik. Shundala baxt va aman esanlik bizni bag'rimizga bosadi. Atrofimizdagi bizga hamroh bo'layotgan, bizga ko'ngil bo'layotgan, bizning g'amimizni yeyotgan, biz bilan kunda aloqalashamiz-mu, yurkida bizni yod etib turgan ana shu do'stlarimizni qadrlaylik. Shu do'stlarimizga samimiy bo'laylik, ularni tashlab etmaylik. Chin do'stlikqa samimiy hissiyat bilan, samimiy muhabbat bilan javob qaytaraylik. Do'stlarimiz az bo'lsin, soz bo'lsin, foyda manfaat, shuhratparastlik ustiga qurilgan do'stlikni menimcha uncha uzunga davomlashtirishning hojati yo'q. Shundaq do'stlarimizni bizga chin niyat bilan muomala qilmaganlarni o'z yo'lida yo'liga sab qo'yaylik. Ularga xayr xo'sh deylik. Bizga hamroh bo'ldig'ini, bir umr biz bilan qo'lma-qo'l tutishib ma'nolaydigan, bizga chin dildan kuyunalaydigan, bizga haqiqiy do'stlik mehrini beralaydigan, haqiqiy muhabbatini beralaydigan do'stlar. Hammamizning hayotiga ana shundaq chin do'stlar hamroh bo'lsin. Xo'sh, bugun radiolardagi aziz do'stlarim bilan mushunchalik mondishay, navbat yuqorqi mazmunlar ko'nglingizga yoqqan bo'lsa, do'stlar chamarkidan baharlab qo'ying va do'stlaringizga taqdim qo'ying, texmi ko'p do'stlarimiz baharlansin. Men do'stinglar Zubayda Darson, har kuni Yangi Ritm kanalida va MLD kanalida uchrashni unutmaylik. Xayr-xo'siyimlik do'stlar.